Mehmoningizni hurmat qiling. Eringiz xursand bo'ladi. 37-mavzu. Eringizning mehmonlarini yaxshi kutib olish uchun kuyib pishganingiz uni xursand qiladi va sizga bo'lgan muhabbatining oshishiga sabab bo'ladi. Mehmonni yaxshi kutib olish iymondan bo'lgani kabi xonadon ahlining saxiyligidan ham dalolatdir. Hadisi sharifda shunday marhamat qilingan: kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, mehmonini ikrom etsin. Buxoriy Odob 31-85, Nikoh 80, Riqoq 23, Muslim Iymon 74. Ibrohim alayhissalomning saxiyligi, mehmonnavozligi tillarda dostondir. Farishtalar u zotning huzurlariga kelganlarida ularni mehmon deb gumon qilib, nima qilishga shoshib qoldilar. Tezda borib, ular uchun buzoq so'ydirib, taom tayyorlatdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda ahliga maxfiy borib, semiz bir buzoqni pishirib keltirdi. Zoriyot surasi 31-oyat deb marhamat qilib, bu voqea haqida xabar berdi. Ayoliga taomni suzayotganida yordam berib turdilar. Alloh taolo bu haqida Qur'oni Karimda tik turgan xotini kuldi. Bas biz unga, xotinga Ishoqning va Ishoqdan keyin Yaqubning xushxabarini berdik. Hud surasi 71-oyat deb marhamat qiladi. Mufassirlar shunday dedilar: Ibrohim alayhissalomning xotini mehmonlarga xizmat qilib, ularning yonida tik turardi. Shunda farishtalar unga Ishoq alayhissalomning xushxabarini berdilar. Hamda u bu farzand voyaga yetib, oila qurgach, uning ham Yaqub ismli o'g'li bo'lishini va har ikkalalarining ham payg'ambar bo'lishlari xabarini ham berdilar. Har bir ayol mehmonga tansiq taom tayyorlab berishi shart demayapmiz. Bunga hamma ham qodir bo'lavermaydi yoki hamma mehmon ham och kelmaydi. Hech bo'lmaganda suv bo'lsa ham ikrom qilish fazilatdan sanaladi. Erining mehmoni ko'pligidan yoki bevaqt kelganidan shikoyat qilmagan afzal. Mehmon qachon kelsa ham u yaxshi kutib olinadi. Qaysi vaqt bo'lsa bo'lsin, uni ikrom etmoq vojibdir. Shu o'rinda Abu Talha al-Ansori radhiyallohu anhuning ayoli Milhan qizi Ummu Sulaym radhiyallohu anhodan so'z ochishimizning ayni vaqtidir. Eri bir tunda yonida chaqirilmagan mehmon bilan kirib keldi. Xotinidan ovqating bormi deb so'raganida, bolalarga yetadigan miqdor bor. Boshqa yeydigan narsamiz yo'q deb javob berdi. Ummu Sulaym eri bolalarni ovqat yeyishdan chalg'itib, ularni uxlat dedi. Shu o'rinda Abu Talha al-Ansori radhiyallohu anhuning ayoli Milhan qizi Ummu Sulaym radhiyallohu anhodan so'z ochishimizning ayni vaqtidir. Eri bir tunda yonida chaqirilmagan mehmon bilan kirib keldi. Xotinidan ovqating bormi deb so'raganida, bolalarga yetadigan miqdorda bor, boshqa yeydigan narsamiz yo'q deb javob berdi Ummu Sulaym. Eri bolalarni ovqat yeyishdan chalg'itib, ularni uxlat dedi. Xotin shunday qildi. Keyin esa eriga taomni mehmonga tortiq qilgin. Keyin u yeyishni boshlaganida go'yoki chiroqni ko'proq yoritish uchun chiroqqa tegin va uni ag'darib yubor. Qorong'ulikda qolaylik, toki mehmon bizni ham ovqatlanyapti deb o'ylab ovqatini yesin. Taomimiz ozligidan xijolat bo'lmasin dedi. Mehmon ovqatlanibdi. Abu Talha radhiyallohu anhu xotini va bolalari esa och holda kechani o'tkazishibdi. Abu Talha radhiyallohu anhu bomdod namozi uchun masjidga chiqqanida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga: "Darhaqiqat, buyuk Alloh kecha-kechasi mehmonga qilgan munosabatingni juda yoqtirdi" deb marhamat qildilar. Muttafaqun alayh. Bu voqea sababidan quyidagi oyat nozil bo'ldi. U muhojirlardan avval u joy Madinada yashagan iymonga ixlos qilganlar. Ular yurtlariga hijrat qilib kelganlarini yaxshi ko'radilar va ularga berilgan narsaga hasad qilmaydilar. Va garchi o'zlarining hojatlari bo'lsa ham ularni o'zlaridan ustun qo'yadilar. Kim o'z nafsining baxilligidan saqlansa, undoq kishilar ular yutuvchilardir. Hashr surasi 9-oyat.